Eyo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana Monet Vlogs. Bugungi videomizda Escape Tsunami for Brainrots o'yinini o'ynaymiz. Buni turli xil mana kendi dunyo bo'lib yotibdi, o'zi kirganini olmadim keldi. Turli xil event oxirida Celestial Divine beradi. O'shalarni olib, fuse tiqib, omadimizni sinab, lekin yangi qo'shilgan kechagi Abiosda yangi qo'shilgan Trade Plaza'ni ham ko'rib chiqamiz. Unda biz trade qila olamiz deb eshitdim. Unda videoning oxirida kirib chiqamiz. Undan oldin biz o'yinimizni o'ynasak. Men kendi dunyodan mana bunaqa yuraklarni yig'ib olamiz. Bizga mana katta serdechka turibdi-ku o'rtada. O'shanga solamiz. Keyin o'sha bizga mana shu pastda vaqt turibdi. O'sha vaqt tugagandan so'ng bizga Celestial Divine xuddi o'shaning oldida paydo bo'ladi. Biz ularni olamiz. Men negadir qayta-qayta o'ylayapman yoki tsunamilarni ataylab qilyaptimi? Tezroq yig'ib olishim kerak, chunki degan anchagina kam as. Chunki deganda anchagina kech kirdim. Xo'sh, davom etamiz. Endi yig'amiz. Lekin ko'rib turishingiz mumkin, bu yerda biz nechta yiqqanimizni aniq ko'rsatmayapti, faqat oldindan bilyapmiz. Sizlarga bir sirni o'rgataman. Agarda siz mana shunga faqat yig'may 100 ta yig'ib qo'yasiz-ku, event tugagandan keyin sizga qanchadir miqdorda pul beradi. Menga chunki 2 safardan beri yig'yapman. O'tgan safarga esa 1 trillion mana bunaqa turuvdi, mana ko'rib turishingiz mumkin. O'shanaqadan chiqadi. Undan oldingisida 500 billion chiqqandi. Mana shunaqa bo'lib yig'ib, taktishni, galaktishni bo'lib pul yig'yapman. Ba'zan obzorini ham ko'rsataman videoning oxirlarida. Hozirda bu kendi dunyoga 27 sekund bor va o'sha tugashi bilan siraza Bulbitto, Banditto ko'proq chiqadi. Ko'proq Divine'lar, balki omadimiz kim Infinity ham chiqib qolishi mumkin. Uchun mana shu shkalasini ko'proq to'ldirishimiz kerak. Xo'sh, 9 sekund, 8 sekund, 7 sekund, 6 sekund. Juda ham kam qoldi. Juda ham. Xo'sh, o'tdi mana. Ko'rib turishingiz mumkin mana. Hali Bulbitto, Banditto, Traktorito chiqdi. Xo'sh, buni olamiz tezda. Va vaqt tugamasdan tezroq olamiz. Xo'sh, mana bu yerda men Celestial ko'rdim, buni olamiz. Buni ham oldik. Vaqtimiz ancha yetdi. Pastda vaqt turibdi. Evet, u Lucky Block bizga qoldi. Agar mana shu Lucky Blockdan agar Celestial chiqsa, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Motivator hamma umli. Tay mujikcha gap, davay. Ketdi, Lucky Blockni ochamiz. Xo'sh, davay. Agarda Celestial chiqsa, kanalga obuna bo'lasiz. Ana Celestialni ko'rib turishingiz mumkin. Endi pastdagi havoladan o'tib, Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qolishingiz mumkin. U yerda turli xil yangiliklar, oldin nima videolar chiqarilishi aytib boriladi. Xo'sh, biz pullarni yig'ib olamiz. Pulimiz 1 trillion mana bunaqa pulcha bo'ldi. Biz kechagi yangilanishda yangi reverse qo'shilgan. Uni ham qilishimiz kerak. U uchun bizga 525 tezlik kerak. Menda 501 edi. Hozir 1 marta 10 martagacha kuchaytiraman va yana 10 marta va 5 marta kuchaytirsam yangi provizdeniya qilaman. Xo'sh, ana endi bombchi bo'lib qoldim. Endi pullarimizni yana yig'ib olamiz bir sira. Xo'sh, endi bizni Bulbitto, Banditto shunaqa narsalar ko'payib ketdi. Divine, Celestial. Ularni endi bittama-bitta taxlab, Divine'larni bir qatorga, Celestial'larni bir qatorga yig'ib, kerak bo'lsa fuse'ga ham qo'shamiz. Omadimizni ham sinab ko'ramiz. Xo'sh, kechagi yangilanishda effekt qo'shildi. Doom degan, u lavali, kosmik o'shanaqaroq yangilanchagan.
u yangilanish menga uncha yoqmadi, chunki deganda yangilanishda parkour yo'q, lucky bloklar yo'q. Yangi qo'shilgan narsa faqat effekt bo'ldi. Menga unchalik ham yoqmadi. Biz fuse qilib ko'ramiz. Agar omadimiz kelsa, shuni pastga o'tib kommentariy yozib qo'yasiz. Yo'q, to'xtanglar, buni birinchi levelini ko'tarib olishimiz kerak. Shundagina omadimiz kelishi mumkin. Buni olamiz. Uzr. Xo'sh. Buni levelini bichga ko'taramiz. Endi buni tiqamiz. Xo'sh, levelni ko'tarib oldik. Menimcha yaxshi tushmasa kerak, katta ehtimol bilan. Agar tushsa, obuna bo'lasiz. Bu tushordik. Yaxshi tushma, umuman aytaman, o'zimizga minus bo'ldi. Xo'sh, endi bundan yo'q uncha bunaqa grab celestiallar chiqadi. Videoga olaman, videoni 2x tezlashtiraman, siz mana qilib ko'rishingiz mumkin. Run. Xo'sh, mana do'stlar, videomiz shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz sizga kattakon rahmat. Endi videoni boshida aytganimdek, Trade Plaza yangi qo'shilgan o'sha dunyo, traderlar dunyosiga bir kirib ko'ramiz. Bu yerda o'tganimizdan keyin nima qila olishlarini aytib o'taman. Unda go. Yangi kiryapti. Trade Plazaga kiryapti. Xo'sh, bu o'yinda 50 tadan ko'p o'yinchi o'yna oladi bitta serverda va bu yerda turli xil mana bunaqa qo'lingizdagi narsalarni gift qilib yoki trade qilib almasha olasiz. Yaqinda o'yin yaratuvchisining g'oyasi xuddiki please donate ga o'xshagan donate'lar qilib, o'rniga brainrotlar qilib, o'shanaqalar ideyalari bor hozircha. Xo'sh, bolalar, videomizni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga kattakon rahmat. Kanalimizga podpiska bosib qo'ying va izohlarda o'z fikringizni yozib qo'ying. Ciao.